Savolingizni bering. Xo'p, savolingizni bering. Qayta aytyapman. Qayta aytyapman. Avvalambor siz dinni targ'ib qiluvchi odam axloqini birinchi tuzatib oladi. Yo, siz bilan nima axloqsizlikka muammoga uchradik? Siz javob bermayapsiz. Siz bilan Yo, siz uni qo'ying YouTube'dagini. Voy, inson, YouTube'dagini qo'ying. Montaj, shantajlar bor, har turli gaplar bor. Sizga o'xshagan Yo, siz bilan gaplashdikmi? Siz bilan gaplashdikmi biror marta? Siz bilan biror marta gaplashdimmi? Men bilan gaplashmaslik nimani hal qiladi? Hal qiladi, chunki siz menga muxotob bo'lyapsiz. Sizga bitta misol beraman. Abu Lahabni siz nima deb bilasiz? Kim deb bilasiz? Abu Lahab kofir deb bilaman. Kofir deb bilasiz, u bilan siz gaplashganmisiz? Yo'q, Qur'on sobit Qur'onda. Nomi sobit. Sobitligi bor, shundaymi? Sobitligi berilgan. Qur'onda sobit. Qur'onda sobit. Abu Shams haqida nima deysiz? Tushunmadim. Abu Shams kim? Abu Shams haqida nima deysiz? Abu Shams haqida hech narsa demayman. Qanaqasiga hech narsa demaysiz? Nima dey? Abu Shams haqida nima dey? Abu Shams haqida nima deysiz? Qanaqa fikrdasiz? Men sizga savol beryapman. Abu Shams haqida qanaqa fikrdasiz? Bir vaqtlar Rasululloh akram sallallohu alayhi vasallamga oyatlar nozil qilingan, majnun degan, undan tashqari boshqa gaplar bilan maftun degan, boshqa gaplar bilan haq qo'ratilashni endi boshqacha usullarga o'ta ketgan. Endi nima deyiladi? Uni to'g'ri u so'kinmagan. Ammo majnun, maftun va shu kabi masalan so'zlarni sehrgar kabi so'zlarni o'zidan chiqarib, o'shani tarqatib, o'sha haqida siz qanaqa fikrlasiz? Abu Shams haqida nima deysiz? Majnun so'kinish o'zi, majnun so'kinish va o'lib ketgan odamni tirik gaplashish mumkin bo'lgan odamga taqqoslanmaydi. Qiyas ma'al fariq deydi buni. Yo'q narsani bor narsaga qiyos. Bitta narsa emas, qo'ying. Sizni hozir odamlar ko'rib turibdi, qanaqa ahvoldaligingizni. Endi siz omini jahriy aytish masalasiga o'ting. Yo'q, siz oldin meni savolimga javob bering. Bu savol javob emas-ku. Mana deyapsiz, hech qanaqa asossiz degansiz, meni so'kingansan deb aytyapsiz. Men sizga aytyapman, kommentlarni o'qing oldin deyapman. Siz aytyapsiz, kommentni o'qishga vaqtim yo'q deyapsiz. Yo, o'qidimda, o'qib turib meni so'kkaningizni qatdan ko'raman bo'lmasa. Agar diniy tilida tushuntirib turadigan bo'lsa, men sizga diniy tilda? Qanaqa til u diniy til? Men til deganda bu yerda majoziy ma'noni ishlatyapman. Qanaqa u? Diniy til qanaqa til? Majoziy ma'noda. Diniy qanaqa til bor? Din tili deyapman. Din tili degani yoki Qur'ondan, sunnatdan yoki hozircha bu boshqa bu odamlarning dunyoviy madaniyati, konstitutsiya, kodekslarni chetga ola turib din tilida, ya'ni din tushunadigan tilda. Din tushunadigan til? Ha. U qanaqa til u? Men aytyapman, majoziy ma'noda sizlar aytyapsiz. Qanaqa o'sha majoziy lug'at aytyapsiz, xo'p. Diniy lug'atda tushuntiraman deyapsiz. U qanaqa lug'at? Qayerda bor? Qaysi kitobda bor u diniy lug'at degan? Qanaqa kitob u? Bizni dinimiz, islom dini uchun. Xo'p. Dastur nima? O'sha dasturlardan emas tushuntiryapman. Tushuntirolmayapsizki. Men qarang, tushuntirolmayapsiz. U o'tib ketgan-ku, voy. Sizga o'sha haqida fikringizni menga ayting, xolos. Qur'onda sobit bo'lgan, hadisda sobit bo'lgan kofirlarni kofir deymiz. Ular to'g'risida kofir deymiz, qilgan ishlarini kufr ekanligini aytamiz. Qur'onda sobit u. Tirik odamlarga o'sha Abu Lahabni misol qilib, seni ham kofir deyman deyishga haqqimiz yo'q bizni. Men sizni kofir deb nauzubillah. Haqoratni misol qilyapman. Siz haqoratga shuni misol qilyapsiz-ku. Uni o'sha gapini, haqoratini yo'q, sizni bu savolingizga javob bo'lyapti. Siz aytyapsiz, meni ko'rmay turib, men bilan gaplashmasdan turib deyapsiz. Ha? Ular bilan biz ham gaplashmaganmiz. Men Abu Lahabmanmi sizga hozir? Yo'q, siz nima uchun gapni boshqa joyga burasiz? Boshqa emas. Qaysi tomonni keltiray? Xo'p, Abu Lahab tirik emas. Borib gaplasha olmaysiz u bilan. Men tirikman u. Men haqimda meni postimga kiryapsiz, gaplashmagansiz. Bir masalani so'rab mendan javob olmagansiz. Javob olmasdan turib o'zingizda xulosa qilyapsiz. Bu odam axloqsiz deyapsiz.
Siz kimdandir eshitgan, kimdandir hali tabayyun qilinmagan masala bilan qanaqa qilib menga haqorat qilasiz? Nima haqqingiz bor sizni? Yana bir marta sizga aytyapman, axloqsiz deganimga sabab, ya'ni shunday baho berganimga sabab sizni o'sha videolaringizdan sizning tolib ilmlaringiz bir narsalarni o'rganib o'zicha kim nimalar yozib yotibdi, onasi bilan zino qilgan, qayerdan chiqqan gap bu? Hadis bor. Imom Bayhaqiyda hadis bor. Onasi bilan zino qilgan, birovi obro'siga tajovuz qilgan odam. U hadis birinchidan u hadisni roviylarida ham, ayni isnodida ham ishkal bor. Kim ishkal? Ishkali bor. Kim? Men buni men sizni Facebookingizga, unaqangizga, lichkangizga tashlayman. Menga lichkaga tashlayman, keyin gaplashaman. Hozir makkillab qoldim degan gaplar o'tmaydi. Kim? Imom Bayhaqiyda, Imom Hokimning mustadraklarida turibdi. Isnoduhu hasan deb turibdi. Tashayman, bular hamma bu o'yinlarni ko'rganmiz biz. Odamlarning oldida javob bering. Odamlarning oldida javob bering. Bu hadisni men to'qiganim yo'q, meni gapim emas. Payg'ambar alayhissalomning gaplari. Targ'ib tarhib ma'nosida. Odam o'ldirish gunohi og'irmi, zino gunohi og'irmi? Odam o'ldirish gunohi og'ir. Ha, Hajjatul Vadoda Payg'ambar alayhissalatu vassalom sizlarni bir-biringlarga obro'lilar, qoniylar kabi haromdir deganlar. Bir odamni obro'siga tajovuz qilish, hali gaplashmasdan, hali undan javob ko'rmasdan turib haqorat qilish, onasi bilan zino qilishdan og'ir gap u. Odam o'ldirishga teng u. Arbar riba deb kelgan matnda. Xullas siz so'z o'yini qilib, diniy lug'at, diniy kitob deysiz, kallangizdagi ishkol bilan javob beryapsiz. Ominni jahriy aytish masalasiga o'ting. Sizni xullas xalq ko'rib turibdi-da, nima haqida masalani hamma o'zi xulosa qilib oladi. Xo'p, qayerda ominni jahriy aytish masalasida men problemali gap gapirdim. Gapiring. Xo'sh, Sahih Buxoriydan hadis keltiryapsiz. Endi to'g'riroq qilib aytganda, u kitobning muallifi keltiryapti, sizni tarjima qilyapsiz. Endi bu yerda bilmadim, izohni endi siz berganmisiz yo u muallifni o'zi berganmi? U yerda siz ikkita hadis keltirgansiz. Bittasida hammani fe'li ishlatilgan, bitta hadisda ikkinchisida esa qola fe'li ishlatilgan. Xo'p. Ayni o'sha qola fe'l ishlatilgan hadisdan bu yerda Imom al-Buxoriy, Sahih Buxoriy 65-kitob 4975-hadisda hadathana Abdullah ibn Yusuf akhbarana Malik an Sumayma ibn Abi Bakr bin Abdurrahman an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فمن وفق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. Muvatta Malikda kelgan ekan bu hadis. Bundan tashqari Sahih Muslimda ayni o'sha haddasana Abdullah ibn Muslim uzr kechirasiz. Sahih Buxoriyda haddasana Abdullah ibn Muslim deb bo'lib kelgan 12-kitob 749-hadis. Bundan tashqari ayni Sunan an-Nasoiyda 11-kitob 54-hadisda axborona Qutayba bo'lib kelgan bu hadis. Ayni o'sha hadisning o'zi matn bir xil. Bundan tashqari Sunan Abi Davudda 2-kitob 935-hadis hadisana al-Qanabi. Qanabi yo'q, Qanabi bor. Qanabi. Abi Davud ayni o'sha hadisni aytayotgan vaqtida pastida izoh sifatida ayni o'sha roviylardan birining kim? Kim? Shihab az-Zuhri. Shihab az-Zuhri emas, Shihab az-Zuhri, ha. Shunday deyapman, Shihab az-Zuhri deyapman. قال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. Xo'p. Mavzu nima? Mavzu nima? To'xtang, men tushundim. Siz dalillarni keltiryapsiz hozir. Rivoyatlarni falon Google dan qidirib olib kelyapsiz. Eshiting.
matndan qidirib emas. Mayli, matndan qidirish, homiladan qidirdingiz. Bo'pti, kitobni to'plab aytyapsiz. Maqsad nima? Shunda ominni jahriy aytishga dalil shu demoqchimisiz? Dalil shu. Qani jahriy degan gap? Qani jahriy degan gap? Buxoriydan gaplashing, keyingisini keyin gaplashamiz. Men keltirgan matndan gaplashing. Buxoriydan gaplashamiz. He. Buxoriydan gaplashamiz. Xo'sh, bu yerda Ibn Shihab az-Zuhriyning qavllari. Ya'niki va kana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yaqul amin. Aminni aytishda kim ixtilof qilyapti siz bilan? Aminni aytishda ixtilof bitta narsa. Bitta narsadan yiroqlashaylik-da. Mavzuni olib qochishdan yiroqlashaylik. Kim yo'q? Kim olib qochyapti? Siz bilan ominni siz jahriy aytishga dalil deyapsiz. Men aytyapman, jahriy aytishga dalil yo'q bo'tdi deyapman. Siz Ibn Shihob az-Zuhriy aytyapti, qulu amin deyapti. Qola amin deyapti dedingiz. Ha, amin dedi. Biz ham aytamiz, qola amin, aminni aytamiz biz ham. Jahriy qani? Jahriyga dalil qani mana shu rivoyatda? Boshqa rivoyatga o'tmang. Olib qochish siz qilmang. Maxfiyga dalil qani? Maxfiyga dalil qani? Maxfiy qilishga dalil. Bunda maxfiyga ham yo'q, jahriyga ham yo'q. Yo'q, jahriyga bor. Hozir men sizga aytaman. Oldin siz maxfiyni ayting. Maxfiyga yo'q, jahriyga ham yo'q. Amin deyishga bor. Jahriyga bor. Qani? Jahriyga bor. Xo'sh, bundan tashqari arab tilini yaxshi bilasiz degan umiddaman. Arab tilida takallama, tahaddasa, qala, hakaya, xabara, ravaya, bayyana kabi fe'llar o'zida jahriylikni bildiradi. Ya'niki aytmoq, bayon qilmoq, bildirmoq o'zi jahriylikni bildiradi. O'zi jahriylikni. Agar men sizdan hozir agar aytsam, bu ijtihod-u. Fe'llarning kayfiyatining o'zi jahriy. Men qarang, odam gapirmasa ham, eshitiring. Gapirmasa ham qola ishlatiladi ba'zida, gapirmasa ham. Misol keltiring bitta. Agar men sizga Yusuf alayhissalatu vassalom, Yusuf alayhissalatu vassalom, Yusuf alayhissalatu vassalom ukalari ya'ni qopchalaridan Suvail Malikni topganlaridan keyin akalari nima dedi? Binyamin haqida bu dedi, buni akasi ham shunaqa o'g'riydi dedi. To'g'rimi? Buni o'shanda nima dedi Yusuf alayhissalatu vassalom? Oyat sizga o'qib beray. Malol. Antum sharrun makanan dedi. To'g'rimi? O'sha yerda qola bilan kelgan. Hozir ko'rsataman sizga. Qola bilan kelgan Yusuf alayhisalom uni aytmagan. Nafsida aytgan, ichida. O'shani Alloh taolo Qur'onda qola deyapti. Qani jahriy bitdi? Xo'sh, shu yerda aynan o'sha ichlarida aytganlarga dalil. Hozir ko'rsataman dalilni sizga. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف Xo'sh. أسرها nima degani? Nima degani Google mulla? Oyatni o'qing. فأسرها يوسف في نفسه nima degani? Bu yerda endi ichidan o'tkazish degan ma'noda kelyapti. Ha. Shunaqa degan ma'noda kelyaptimi? Ya'niki tasvir ma'nosida kelyapti. Bu yerda فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم nima degani? ولم يبدها لهم degani. bundan dalil qani? ولم يبدها لهم degani nima degani? Arab tilining mutaxassisi.
Siz menga dalil ko'rsating oldin. Aytyapman. Mana dalil shu. Qanday dalil? Mana aytyapman. Nima degani? Falam valam yubdiha lahu degani. Bunda dalil qani? Ma'nosini so'rayapman sizdan. Bilasizmi, bilmasangiz bilmayman deng. Bilmasangiz, xo'sh siz aytingchi emas. Bitta makmak deb bering, aytib beraman sizga ma'nosini. Makilayotgan men emas, siz-ku bu yerda. Rostdan shunaqa bo'lyaptimi? Rostdan shunaqa bo'lyapti. Sizga savol bersam javob bermayapsiz-ku. Nima degani? Valam yubdiha lahum nima degani? Valam yubdiha lahum nima degani? Sizni dalilingizni men isbotlashim emas, siz o'zingizni Men isbotlayman-da, men isbotlayman-da, sizga aytyapman. Ma'nosini bilasizmi deyapman. Siz ayting. Men bilaman ma'nosini. Bilmaysizmi? Siz ayting. Ayting, bilmayman ana. Ana bilmayman deganingiz makmakak degani. Tushundingizmi? Aytingchi oldin. Fa asarraha Yusufu fi nafsihi. Yusuf alayhi salatu vassalam o'sha qavmning Binyamin haqidagi in yasriq faqad sariqa akhullahu min qabl degan gaplaridan shu gaplarini ichida berkitdi. Ichiga saqladi. Sir qildi. Valam yubdiha abda yubdiu degani oshkor qilmadi degani. Bada degani oshkor qilish, zohara ma'nosi bor. Oshkor qilmadi. Valam yubdiha lahum degani haligi akalariga oshkor qilmadi ichidagi ularga nisbatan bu gaplaridan xafa bo'lganligini yoki voqeani oshkor qilmadi. Nima dedi? Qola. Qur'onda oyat qola turibdi. Qola antum sharrum makanan vallohu a'lamu bima tasifun dedi. Antum sharrum makanan dedi. Sizlar dedi, sizlar juda yomon o'rindasizlar dedi. Mana shuni Maturidiylar aytadi. Alloh subhanahu va taoloning kalomi nafsisiga dalil qilishadi. Qola jahriy bo'lmasa ham aytdi degani u. Qola har doim jahriy bo'lmaydi. Bu meni dalilim Qur'ondan oyatni keltirdim. Siz na bir lug'atni tushunganingiz yo'q, na bir usulni menimcha hozir fahmlaganingiz ham yo'q. Endi ma'noga qaytamiz, mavzuga. Mana dalil. Qola har doim jahriyga dalolat qilmaydi. Jahriyga dalolat yo'q. Lekin agar bunaqa ijtihod qiladigan bo'lsak, bu hadisda maxfiyga dalolat bor. Aytaymi maxfiyga dalolat borligini? Endi Ominning maxfiyga dalolat borligiga shu hadisda dalil bor. Agar payg'ambar alayhissalatu vassalom jahriy aytganlarida edi, Abu Hurayradan qilingan rivoyatda imom g'oyril mag'dubi alayhim valaddollinni aytgandan keyin omin denglar demasdilar. Chunki omin maxfiy bo'lganligi uchun g'oyril mag'dubi alayhim valaddollindan keyin omin denglar deyaptilar. Agar ominni jahriy bo'lganda edi, imomning ominiga sizlar omin denglar derdilar. Mana bu hadisda maxfiyga dalolat bor ijtihod masalasida. Men bu joyda yana bitta narsani aytib qo'yay. Jahriy aytadiganlarning ijtihodini hurmat qilaroq aytayapman. Hanafiylarda bu hadisda maxfiyga dalolat bor. Hanafiylarning usuliga ko'ra. Siz omin denglar degan gap bilan jahriyni o'zingizdan o'zingiz chiqarib olishga haqqingiz yo'q. Bunga ijtihod kerak, ijtihod. Ijtihod kerak. Xo'p, eshiting siz. Men davom ettiray. Qachon imom esimdan chiqib ketadi. Hozir aynan ana shu qismi uchun hozircha uni qilib bo'laylik. Gapiring. Xo'p. Qo'yish. Bu yerda siz aytayotgan qola o'tgan zamonda kelgan va uni bizga Qur'on oyatlari ila Alloh taolo bildiryapti, aytgan ekanliklarini. Bu birinchisi. Bu yerda esa Rasul akram sollallohu alayhi vasallam bu amr qilyaptilar. Buyuryaptilar. Qul amin. Faqulu amin deyilyapti. Amirda jahriy bo'lmaydi. Agar men sizga o'zi aytsamki, ismingizni ayting desam agar, siz menga abrorman deysiz. Kim gap olib qochyapti hozir? Mavzu hali boshida aytdingiz, gap olib qochmaymiz dedingiz. Qaysi usulga ko'ra Qur'on oyatidagi gapni yangi mezon bilan bu yoqda hadis sharifdagi meni ismimni so'rashlikka olib kelyapsiz. Kim olib qochyapti gapni?
gapni olib qochayotgan, endi siz oxirigacha eshiting qani? Oxirigacha gapni eshiting. Nima uchun gapni o'rtasidan bo'lyapsiz? Chunki olib qochyapsiz. Olib qochyapsiz. Abu Hurayraning hadislarida, Abu Hurayraning to'xtang, gap olib qochmang. Abu Hurayra radhiyallohu anhuning Imom Buxoriy rivoyat qilgan birinchi hadislarida ominni jahriy aytishga dalil keltiring menga. Boshqa gapni aylantirmang. Qola jahriyga dalolat qiladi, bayyana jahriyga u gap doim emas u. O'tgan zamonda yo o'sha shaxsning o'zi ichida aytdim desa agar u bilinmaydi, lekin siz hech qachon ayta olmaysiz u ichida aytdi deb. Yo'q, to'xtang. Men hozir aytdim, to'xtang, eshiting. Siz bilan bitta mezonni qo'yib olaylik. Men ominni jahriy aytadigan mujtahidlarga qarshi emasman. Qaytadan aytyapman. Eshiting siz. Aytadiganlarga men ham qarshi emasman. To'xtang, lekiningizni yig'ishtirib turing. Siz yig'ishtirib turing lekiningizni. Biz shariat bo'yicha gaplashyapmiz. Siz men qo'ygan maqolaga kirib haqorat qilyapsiz. Mana bu yerda ominni jahriy aytishga dalil turibdi deyapsiz. Men sizga savol beryapman. Bu hadisda ominni jahriy aytishga dalil yo'q, oshkora yo'q. Ijtihodan bor. Siz ijtihod qilar ekansiz, ya'ni al-ijtihad gapiring. Eshting. Al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad degan qoida bor. Eshitganmisiz? Yana ketdi makmakak. Xo'p, endi eshiting. Eshitganmisiz deyapman qoidani. Al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Ijtihod bilan nima qilinmaydi? Xo'p, endi Nima qilinmaydi? Ijtihod bilan to'ldirilmaydi yoki ijtihoddan olinmaydi. Nima degani u? Siz to'qib o'raverasizmi? Shariat sizga o'yinchoqmi? Yunqozi degani to'ldirilmaydi deganimi? Bu yerda ma'no shu kelyapti. Yunqodu degani ijtihod bilan to'ldirilmaydi, ya'ni ijtihod to'ldirilmaydi degani yunqodu deganimi? Xo'sh, siz ayting unda. Ha, o'zi men ertalabgacha men aytaman o'zi. Bu ko'rinib turibdi o'zi. Burningiz oqib turgan mishqisizda kelib sakraysiz mujtahidlarni, ya'ni ijtihodiga. Bu yerda bitta muammo bor. Siz oldin burningizni artib keling. Chunki bu masalaga aralashdan oldin hali mustahabingiz ham menimcha chala-chulpa sizni. Ijtihod bilan sindirilmaydi. Masalan, bir hadisni keltiryapti Hanafiylar, aytayaptiki, bu hadis oshkora matnda jahriy omin aytishlikka dalil yo'q. Buni men maqola qilib yozyapman, tarjimasini qo'yyapman. Siz kiryapsizda, meni haqorat qilib, mana ominni jahriy aytishga dalil turibdi deyapsiz. Men aytayapman, qani desam, ketdingiz ijtihodiy masalalarga kallang, bu sizning gapingizni, sizning gaplaringiz ijtihodiy masala emas o'zi. Siz to'qiyapsiz. Qur'ondagi oyatga, hadisdagi holatni to'qiyapsiz. Ya'ni diniy lug'at deb qo'yapsiz buni. Diniy lug'at emas-da bu. Bu sizga o'xshagan odamlarning lug'ati, mishiqalarning lug'ati. Vaziyatga qarab, o'zi tushungan kalla bilan ulamolarning ijtihodiga sakrayapsiz. Mana aytayapman, do'stim, siz farazan deylik, jahriy aytishlikka eshiting gap oxirigacha. Gapni oxirigacha eshiting. Jahriy aytishlikka dalolat bor. Eshiting gapni. Jahriy aytishlikka eshittiring. Siz mishqisiz. Yo'q, siz bu bilan o'zingiz mishq ekanligingizni isbotlab beryapsiz. Yo'q, men gapiryapman sizga. Mishqligingizni odamlar ko'rib turibdi. Yunqoduni bilmayapsiz u. Al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad desa bilmayapsiz u. Mishqi bo'ladi bu. Bitta lug'atni bilmayapsiz. Yuqorida asarraha desa bilmayapsiz. Falam yubdiha lahumni bilmayapsiz. Buni mishqi deydi. Katta ulamolarning ijtihodlariga siz o'zingiz bilmagan harakat bilan kirib kelyapsiz. Endi siz gapni eshiting. Yo'q, gap tugagani yo'q-ku. Gap tugagani yo'q, eshiting. Masalani eshiting. Faqat Hanafiydan menga sanab bermang. Yo'q, men boshida aytdim, Shofiylarni hurmat qilaroq, ularning ijtihod jumhur
Sizga hurmat bo'lmayapti. Siz mushtahidlarga o'rniga qo'ymang. Sizga o'xshagan mishqilarga hurmatimiz yo'q. Siz eshiting gapni. Siz jonga tegdingiz. Sizga o'xshagan mishqilarni ko'pini ko'rdik-da, gapni eshiting. Ba'zilar qo'pol gapiryapti deb o'ylashi mumkin. Bu mishiqini meni sahifamga kirib olib yozayotgan gapi 100% kelsa, 100% kelsa, bu mazasi qochadigan gaplarni gapiryapti. Meni sahifamga kirib so'kiyapti, haqorat qilyapti va minglagan odam o'sha joyda maqolani o'qigan, ya'ni foydalangan, tagiga xulosalarini yozgan, hammasini ko'rmurut deyapti. Eshakka ergashgan eshaklar xo'tiklar deyapti. Qancha odamlarni mishiqida bular shunaqa odamlar. Shuning uchun bu gapni og'ir olmanglar. Ominni jahriy aytishlikka dalil yo'q. Dalil yo'q. Qur'onda, ya'ni hadis sharifda bu masalada ominni jahriy aytishlikka dalil ochiq oydin yo'q. Ha, ijtihodan bor. O'shuning uchun aytdimki, usul qoida bor. Al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Ijtihod boshqa ijtihod bilan sindirilmaydi. Seni ijtihoding botil, meniki haq deyishga hech kimning haqqi yo'q. O'shanga boshida aytdim, Shofiiylarni, Molikiylarni, Hanbaliylarni ominni jahriy aytishi masalasini hurmat qilaroq, Hanafiylar maxfiy aytadi. Dalil dedi, hadisni keltirdim. Hadisga ko'ra ominni maxfiy aytishlik dalilini keltiryapmiz. Iza qala al-imam g'ayril magdubi alayhim valaddallin qulu amin. Valaddalinni aytgandan keyin ominni aytinglar degan gap ijtihodan ominni maxfiyligiga dalolat qiladi. Bizni ijtihodimiz Hanafiylarni. Nimaga desa, chunki g'ayril magdubi alayhim valaddalindan keyin omin denglar deyaptilar. Imom ominni aytgandan keyin omin denglar deganlari deydi. Ha, omin jahriy aytilgan ekanki, orqadagilar eshitib, keyin omin degan ekan desa bo'lardi. Unaqa emas. G'ayril magdubi alayhim valaddalindan keyin omin denglar deyaptilar. Bu dalolat, ijtihod bu. Shu gapni gapirar ekanmiz, Shofiylar xato qildi, Molikilar xato qildi demadik. Hasho, hech qachon hayhot bunaqa demadik biz. Biz nima dedik? Bizni dalilimiz bor. Mana shu hadis maxfiy aytishga bizga dalil desak, kirib olib so'kiyapti mana bu mishiqi. Endi siz gapni aylantirmang. Hurmatsiz mishiqi, gapni aylantirmang. Siz bizga konkret javob bering. Mana shu hadisda ominni jahriy aytishga ochiq oydin sarohatan dalil borligini keltirib bering. Gapni eshitmasdan olib qochmang lekin. Keltiring hadisni sarohatan. Shuncha gap gapirdingiz, endi men eshitdim. Hatto meni unaqa qilib qo'ydingiz, men deyman ovozimni. Gapni olib qochmang. Gapni olib qochmang. Bu yerda boshqa odamlar ham savol beradi. Bugun Qadr kechasi ko'p manfaatlanmoqchimiz. Hadisda ominni jahriy aytishga sarohatan dalil keltiring menga. Dalil qola fe'lining amrida kelishi. Qani qayerda bor? Qayerda? Qola fe'lining amrida kelishi qayerda? Ayting desa jahriy bo'lib qoladimi? Ha, jahriy bo'ladi. Qanaqa qilib jahriy bo'ladi? Unga nisbatan javob beriladigan narsa jahriy bo'ladi. Yo'q. Sizga misol. Endi bitta narsa tafakkurni ham ishlatish kerak-da bu narsada. Ijtihodmi u? U ijtihodmi? Sizlar aytmoqchi bo'lgan narsa sarohatanmi, ijtihodanmi? Shofiy rahimahulloh. Gapni eshiting, savol javob bering. Javob bering. Men Shofiylarni gapini qabul qilaroq gapiryapman sizga. Shofiylarning ominni jahriy aytishligi ijtihodini to'g'ri deyman. Ular ijtihodi to'g'ri, ularniki ham. Bizikini xato deganlarga aytayapman. Yo'q, biziki ham xato emas, biziki ham to'g'ri. Nimaga? Ijtihodiy masala bu. Siz bizni ijtihodiy masalamizni xato deyapsiz. Men sizga aytayapman, xato emas bu. Masala shu joyda xolos, gapni aylantirmang. Men Shofiylarni inkor qilayotganim yo'q. Keyingi hadisga o'tamiz. Yo'q, o'tmay turing. Mana bunga javob bering. Mana bu hadisda ominni jahriy aytishga sarohatan dalil bormi? Ijtihodan dalil bormi? Savolga javob bering. Sarohatan ham dalil bor. Qani? Qolaning amr bunaqasida kelishi. U sarohatan emas-ki, ijtihodan-ku. Sarohatan. Qani sarohatan nima degani? Sarohatan degani.
sarohatan bilan ya'ni ko'rsatib o'tirgan. Xo'p, endi yo'q, qarang. to'xtang, ochmang gapni. Bu yerda ahmoq odamlar o'tirgani yo'q. Sarohatan bilan ishtihodanning ma'nosini tushuntirib bering menga. Ya'ni bir dalilni, mana siz diniy lug'at deyapsiz. Asli diniy lug'at degan gap yo'q-da, usuli qoidaga ko'ra javob berishingiz kerak siz. Bir lug'atni, bir ma'noni matndagi dalolati yo maxfiy bo'ladi yoki sarohatan bo'ladi. Maxfiysidan ishtihod chiqadi, sarohatidan dalil chiqadi. O'sha maxfiysi bilan sarohatanining nima farqi bor? Buni bilmasangiz qanaqa qilib oldinga yuramiz? Yo'q sizda manba. Shuning uchun sizdan so'rayapman. Aytyapman, qola fe'li amr bo'lib kelyapti bizda. Qola fe'li oddiy sizga tafakkur. İştihodki bu. İştihodki bu. Siz bilmayapsiz. Matnda, masalan, Qur'oni Karimning oyatlari, nas, dalillar ikkiga bo'linadi. Nasga bo'linadi, zohirga bo'linadi. Bilasizmi buni? Usul qoida o'qiganmiz? Qaytib ayting. Qur'oni Karim oyatlari, hadis sharifning matnlari nasga bo'linadi, zohirga bo'linadi. Bilasizmi shuni? Nima uchun menga jahriy aytyapsiz? Ichingizda ayting degandim-ku. Ya siz savolga javob berasizmi? Tushunyapsizmi gapimni? İchingizda aytishingiz kerak edi. Bu siz menga aytyapsiz, jahriy aytyapsiz. Bu narsani ichingizda aytishingiz kerak. Men sizdan ichingizda ayting degandim-da. Sizga oyatlarning dalolati haqida savol beryapman. Siz men oyatdagi dalolat, undagi oyatdagi dalolat qola o'tgan zamonda kelgan bu bir. Yo'q, tushunmayapsiz. Do'stim, to'xtang. Men sizga qaytadan savol beraman. Nas bilan zohirning nima farqi bor? Nas zohirda yana bilinib turgan. Nas uni berkinib yashirinib turgan. Xo'p, endi qarang. Voy sharmandi. Nimalar deb tashlayapsiz siz? Bu dinsizlik. Siz dinsizlik katta holangizni tom orqasimi? Og'zingizga kelgan gapni gapiryapsiz. Nas nima, zohir nima? Desam, nas yashirin narsamish. Nima degani qayerda bor nas? Yo'q, unda nas, uzr, men sizni xato eshitdim unda. Nas kerak nosikh bo'lgan narsa. Nosikh qilishni asahadan kelish. Yoki undan bekor bo'ladi. Nima? Zohir, Voydot. Mana shunaqalar dindan gapirib, o'zini Allohga ko'rsatib olib, hamma yo'lni dabdala qilayotganlar shular. Voy, nas degani nas nun sot nas bilan zohir va alif ha ro nima farqi bor? Bilaman. Katta holangizni ham nomini ham bilmayapsiz. Siz savolga javob bering. Aytib so'radim. Nasikh deb so'radim, siz ha dedingiz. Nas bilan Nasdan so'radim. Qaytgani so'radim. Nasikh emas. Nas bilan zohir nima farqi bor? Men sizga aytdim buni. Zohir, ya'ni zohirda bor narsa. Nas undan uni biza boshqa bir narsalar bilan, boshqa manbalar bilan undan biz nima deydi uni? Vishlit qilib olishimiz kerak o'zimiz uchun narsani. Ya'niki undan biza chiqarib olishimiz kerak bu narsani. Qayerda kelgan bu gap? Men buni sizga aytyapman, tushuntiryapmanmi? Siz kimsiz siz? Siz osmondan tushgan farishdamisiz? Sizni gapingizni vahiy qilib qabul qilaylikmi? Siz hozir agar buni xato bo'lsa, xato ekanligini aytsangiz. Xato-ku, xato. Nas bilan zohirni bilmagan odam bilan endi gaplasha olmaymiz, boshqa dalillarni tushunmaysiz-ki. Ayting. Nas bu bitta ma'nodan boshqaga dalolat qilmaydigan matnlarga nas deyiladi. Bitta ma'nodan boshqaga dalolat qilmaydi u. Buni sarohatan deyiladi. Sarih u, ochiq oydin turibdi u. Nas deyiladi uni. Zohir degani bitta ma'nodan boshqa dalolatlari bor. Zohirdagi ma'nosi bor, orqasida 2 tadan 3 ta, 5 ta, 1000 tagacha ma'nosi bo'lishi mumkin. Bu yog'i cheksiz, qancha ma'no bo'lsa bo'laveradi. Bizdan unaqamizga nima aloqasi bor? Men sizdan hozir keltirgan hadis
Nasmi, zohirmi? O'shani so'ramoqchiman. Shunga shu aloqasi bor. Bu nas. Qani nas? Jahriy degan gap bormi? Qola fe'lining o'zi jahriy. Yo'q, u zohir u. Qola fe'lini uxladi degan ma'nosi ham bor. Qola fe'lini aytdi degan ma'nosi ham bor. Qola fe'lini ishora qildi degan ma'nosi ham bor. Bular bitta ma'nodan ko'p, qolada bitta ma'nodan ko'p ma'nolar bor. Eshiting, hadisni matnini eshiting siz ayting. Iza qala al-imamu ghayril maghdubi alayhim waladdallin faqulu amin. Ya'ni siz hozir menga aytyapsiz. Imom aytganidan keyin ayting deganini o'zi deyapsiz. Buni ya'ni ichda aytishlikni bildiradi deyapsiz. Yo, savoldan qochdingiz. Savoldan qochdingiz. Bu nasmi? Yo, nasmi zohirmi? Yo, keyingi hadisga o'tmoqchisiz. Qani nas? Yo'q, nas. Endi men tushuntiray. Nas bo'lsa ijtihod bo'lmaydi-ku. Do'stim, nas bo'lsa mushtahidlar ijtihod qilmaydi undan. Ijtihod, eshiting, ijtihod ikkala mazhab bunda baravariga. Nimaga 4-mazhab unda ijtihod qilgan? Endi tushuntiryapman. Siz bir mishiqi bo'lsangiz, oy mishiqisiz, sizni tushuntirish Hanafiylarni qilgan ishini siz xato deyishga haqqingiz yo'q. Eshiting. Endi yana savol beray. Nas bilan zohirni farqi, eshiting. Nas bilan zohirni farqi, nasda ijtihod yo'q. Nas ijtihod qabul qilmaydi. Ijtihodni ko'tarmaydi nas. Nasda ijtihod durust bo'lmaydi. Agar bir matn nas bo'lsa, men ham ayni shu gapni aytyapman. Nimaga ijtihod bo'lgan unda? Nimaga ijtihod bo'lgan bunda bo'lmasa? Mana shu narsani sizdan bilmoqchiman. Chunki nasmasda bu. Mana siz mendan bilmoqchi bo'lsangiz, chunki bu nasmas, bu zohir bu. Zohir bo'lganligi uchun ijtihod qilingan. Mushtahidlardan jumhur deganda 3 ta mazhab. Zohir ekanligiga isbot nima? Zohir ekanligiga isbot nima? Ma'nosi ko'p, ehtimolli. Ijtihod qilingan. Zohir ekanligiga dalil yo'qmish. Zohir bilan nasl bilmayotdingiz hozir. Qattan siz yo'q deyapsiz. Endi eshitdingiz mendan. Yo'q, qaytib o'qiyman. Iza qala al-imamu ghayril maghdubi alayhim waladdallin faqulu amin. Bu yerda aytilyapti. Qala al-imamu. Endi aytyapti faqulu amin deyapti. Amin imom nima deyapti? Imom nima deyapti? Imom nima deyapti? Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin demayapti-ku hozir imom bu yerda. O'sha uchun aytyapman. Ya'ni bundan nima nazarda tutiladi? Nazarda tutilishi qo'ying. Nazarda tutilishi qo'ying. Mushtahidlar nazarda tutgan narsani inkor qilmayapman men. Siz Hanafiylarni maxfiy aytishlik masalasini tushunmayapsiz. Tushuna olmayapsiz. Chunki sizda haligi o'sha xususiyat yo'q. Nas bilan zohirni nimaligini bilmayapsiz-da. Sizga tushuntirib qo'ygandan keyin darrov rangingizni o'zgartirib, boshqa rangga kirib olib, "Ha, mana ko'rdingizmi, mana shunaqa" deb ketyapsiz. To'xtang. Agar nas bo'lganda edi, Sahil aman. Agar nas bo'lganda edi, bu ijtihod bo'lmasdi bunda. Ijtihod qilishmasdi, ijtihod qilishga imkoni yo'q. Masalan, la ilaha illalloh nas bu. La ilaha illalloh masalasida mazhablar o'rtasida ijtihod yo'q. Hamma bil ittifoq buni qabul qilgan. Allohdan o'zga iloh yo'q, tamom. Masalan, meros masalasi. Lizzakari mithlu hazzil unsayayni. Nas bu. Nas. Bu masalada ijtihod yo'q. Ijtihod yo'q bu masalada. Nimaga? Nas boshqa ma'nosi yo'q buni. Ominni jahriy aytish, maxfiy aytish masalasida ijtihod bor. Nimaga? Kelgan matnlar zohir. Ularni boshqa ehtimollari ham bor. Ehtimollar ichida Hanafiylar mana shu matnlarni umumiy xulosasidan maxfiyni oldik ijtihod qilib. Ulamolarimizni ijtihodiga suyanib. Shofiiylar, Malikiylar, Hanbaliylar bu dalillar bilan jahriyni olishdi. Al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Ularning ijtihodi bizni ijtihod sindira olmaydi. Nimaga? Ularning ehtimoli bizning ehtimolimiz bilan bir xil mezonga ega. Kim qaysi mazhabda bo'lsa amalni qilaversin. Bizda dalilimiz mana. Siz bu yerda kirib olib mana shu ominga dalolat qiladi deyapsiz. Dalolat qilmaydi. Zohir, ya'ni
nassan dalolat qilmaydi. Ha, ijtihod masalasida Imom Shofiyning dalillarini keltirasiz. Men ham aytamanki, ha, bu dalillarni Imom Shofiy shunaqa deydi. Lekin bizningcha bu joyda jahriy emas, maxfiyga dalolat bor deymiz. Nimaga? Agar imom omin deyishligini jahriy bo'lgan deydi, payg'ambar alayhissalom omin aytganingizdan keyin imom omin degandan keyin omin denglar derdilar. Imom maxfiy aytganiga dalolat qilib turibdi, nimaga? G'oyril mag'dubiydan keyin, alayhim valaddolindan keyin omin denglar degan gap. Bu maxfiyga dalolat qilib turibdi ijtihodan. Ijtihodan bu. Siz shuni xato deyapsiz. Xato deyishga mutlaqo haqqingiz yo'q. Xo'p, endi men xato deganimni sababini endi men sizga tushuntirib bermoqchi. Ko'rib turibsizki, sababingizni, zohirni bilmaysiz. Siz tushuntirib bering. Tushunmaysiz siz. Siz tushunmaysiz. Siz tushunmaysiz. Siz tushunmaysizki, yo'qki sizda. Sizga savol berdim, sizda yo'q. Zohirni tushunmaysiz, nafsni tushunmaysiz. Sizga haq gapni aytsangiz, Allohga qasamki, bismillah. Men musulmonman. Haq narsani musulmon qabul qilishi shart. Qamadingiz-ku. Hozirgacha sizga nechta savol berdim. Qarang, asarrahani tushunmadingiz. Aytaverinchi dedingiz. Undan keyin oyatda asli bunaqa deyapsiz. Valam yubdiha lahumni tushunmadingiz. Valam yubdiha lahumni nimaligini bilganingiz yo'q. Aytib berganimdan keyin bu masalada Qur'onda asli unaqada, hadisda bunaqa deyapsiz. O'zi bilmaysiz. Qur'onni hozir savolni berdik sizga. Bilmadingiz. Ma'nosini ham bilganingiz yo'q, lug'atini ham bilganingiz yo'q. Lekin men bilan bahsda u Qur'onda aslida mana qaydi deyapsiz. Ya'ni Qur'on diniy lug'at bilanmish. Birorta kitobdan dalilingiz yo'q. Aytayotgan ijtihodlaringizga, qo'shtirnoq ichidagi tumtaraq mushtahidligingizga. Sizga savolim. Bismillah. Shu joyda sizga endi savolim. Nima uchun endi Hanafiy mushtahidlari إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين degan so'zda nima uchun shuni boshqacha ma'noda olishmagan? Masalan, keling shuni boshqacha ma'noda olish mumkin. Xuddi siz aytganday bunda ya'ni maxfiy aytish emas, balki boshqacha ma'noda olish mumkin edi. Bunda olish mumkin edi. Bundan maqsad qaysiki namoz ovoz chiqarib o'qiladigan bo'lsa, qaysiki namoz ovoz chiqarib o'qiladigan bo'lsa, o'shanda ya'niki g'oyril mag'dubi alayhim valaddolinni eshitgandan keyin aminni aytishi kerak ekanligi, ya'niki amr qilinmoqda. U imom aytsa aytmasa, qachonki imom namozni ichida o'qiyotgan vaqtda, maxfiy o'qiyotgan vaqtda bunga ergashuvchi ixtilof qiluvchilar buni aytmasligi nazarda tutilishi mumkin edi bu hadisdan. Negaki ayni Sahih al-Buxoriyda Imom Buxoriy rahimahulloh bu hadisni ayni o'sha shubhaga kiritganlar-da. Ayni o'sha imomni inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Birodarlar, hozir YouTube'da 2600 ta odam, bu yoqda 600 qancha odam ko'rib turibdi. Mana shu bolalar sizlarga ibrat bo'lsin. Mana shu bolalar kalla ketgan ishkol. Bu odam menimcha oilasida ham, hayotida ham o'zidan boshqa narsani tan olmay, mana shunaqa dovdirab yurgan odam. Nima deyotganini tushunmaydi o'zi. Voy, Imom Abu Hanifa mana bunday tushunish kerak edi, deyapti. Imom Abu Hanifamish mana bunda bu o'ylagandek tushunish kerak ekan. Mana bu sharlatanga o'xshab. Bu o'ylagandek tushunish kerak ekan Abu Hanifa. Unda sizga o'xshagan sharlatan bo'lib qoladi Abu Hanifa. Abu Hanifani nima tushunishligiga dalolat qiladigan oyatlar bor. Abu Hanifaning bunday tushunishligiga omin Qur'ondan emasligiga dalolatlar bor. Abu Hanifaning bunday tushunishligiga ijtihodiy masalada mushtahidi mutlaqligi bor. Siz kimsiz? Bitta lug'atni hali sizdan to'g'ri tushunganimiz, eshitganimiz yo'q. Shuncha odam kuzatib turibdi. 3 ta kamida 3 ta savol berdim, birortasiga javob yo'q. Men yana savollarni beraveraman-da. Nasda ijtihod qilinadimi desam, ha deyapsiz. Men javob beryapman. Ham savolga hali javob bermadingiz-da. Berdim-ku. Men sizdan so'radim. Men sizdan so'radim. Ayni o'sha narsani sizdan so'rayapman. Bundan tashqari, ayni shu hadisni o'zi
Sunan Abi Davudda kelyapti. O'sha Sunan Abi Davudda oxirida izoh shaklida o'sha roviylardan birini qavli kelyapti. Qola ibn Shihab va kana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yaqul amin. Xo'p, yaqulu aminda ixtilof yo'q. Biz ham aytamiz. Jahriy degan gap yo'q. deb qo'ying bitta. Qo'ying. Qo'ying. Bu bolajonga tegdi birodarlar. Menimcha vaqt zoyi to'ppa-to'g'ri aytasizlar. Ibn Shihob az-Zuhriy qatdan eshitdi bo'lmasa ominni jahriy aytmagan bo'lsa-damish. U Rasulullohni ko'rmaganki, qatdan eshitadi, rivoyatdan eshitadi. Xullas umumiy fon. Men bunga imkon berganim birodarlar, dars uchun imkon berdim. Aslida biz shaxsiyatimizni himoya qilish ma'nosida aytmayapmiz, shaxsiyatimiz emas. Bu masala ko'tarilgan paytida har xil fitna nayrang shunaqa narsalarni qilib yurdi bular. Fahm past bo'lardi. Fahmi past, nimasidir bor. Mana shu toifa, mana shu tabiat odamlarining nimasidir bor. Balki payg'ambar alayhissalatu vassalom bashorat bergan, bizni ogohlantirgan jamoaning ongi past bo'lishligi, sufahaul ahlam kelgan hadisda. Sufahaul ahlam degani aqli past degani. Aqli pastligi jumlani tushunmaydi. To'g'ri tushunmaydi. Bir musulmonni qonuni to'kishlikni oddiy deb o'ylaydi, lekin oddiy omin masalasida tortishaveradi. Bu taqvo go'yoki. Abu Hanifamish mana bunday tushunish kerak edimish. Voy. Abu Hanifa sizga o'xshab tushunsa siz bo'lib qoladi-yu. Qanaqa qilib sizga o'xshab tushunadi Abu Hanifa? Ochiq oydin yo'q. Ya'ni Ibn Shihob az-Zuhriy payg'ambar alayhissalatu vassalom amin deganlar deyapti. Amin deyishlikda ixtilof yo'q. Hamma aytadi. Aminni men ham aytaman, sizlar hamma aytadi. Shu yerda aminni aytmaydigan yo'q. Lekin jahriymi maxfiyligi ijtihod. Va ijtihodni doim aytayapmiz. Boshqa mazhab ulamolarimizning aminni jahriy aytish masalasiga biz hurmat nazari bilan qaraymiz. Har bir mujtahidning ijtihodi usuliga ko'ra joiz. Va aytamizki, bizni Hanafiylarning usuliga ko'ra maxfiy bu. Nimaga? Qur'oni Karimda Alloh taolo aminni duo ekanligi jihatidan duoni maxfiy qiling degan. Tadarru'an va xufiya degan. Ud'u robbakum tadarru'an va xufiya degan. Robbingizga tazarru bilan, siniq ko'ngil bilan va maxfiy holda duo qiling degan. Buni dalillarni keltirganmiz, maqolada turibdi. Buni tushunmaydi. Hozir guvoh bo'ldinglar, 5 ga yaqin savol berdim. Birorta savolga javob yo'q. O'zingiz aytingchi deyapti oxiri. Payt poylayapti-da, bu shunaqa aldab yurgan atrofidagilarni. O'zingiz aytingchi, balanddan gapiryapti. Men aytgandan keyin, ha, demak u aslida manaqa ma'noda u. Voy, hozir bilmay aytuvding-ku. Men aytib bergandan keyin anaqa ma'noda deyapti. Al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad desam, poisk berdi miyaga. Miyada hech narsa yo'q. Qo'lda bu yerda Google'dan qidiryapti. Ijtihodni to'ldirmaydimish. Yunqaduni to'ldirish ma'nosida tushunib olgan. Xullas birodarlar, men ibrat ma'nosida berdim bu bolaga. Chunki anchadan beri shuni poylab turuvdi. Buni kesib qo'yamiz. Ibrat ma'nosida birodarlar. Yana qaytib aytamiz, ominni jahriy aytadiganlarga bizning gapimiz yo'q. Hanafiy mazhabining amali bo'lib turgan joyda ominni maxfiy aytish fitna. Shuning uchun ehtiyot bo'linglar deymiz. Hanafiylarning ham dalili bor. Dalilimiz hujjatli, quvvatli. Inshaalloh buni maqoladan ko'rib o'rganib olishinglar mumkin. Bu bolani o'chirdim, sababi foydasi yo'q. Boshidan biri ma'lum edi, bu bolani tushuntirish iloji yo'q edi. Boshqalariga dars bo'lsin uchun inshaalloh buni imkoniyatini berdim. Rozi bo'lasizlar, vaqtinglarni biroz olgan bo'lsak.